Mana bizning ipak qurtlarimiz bugun ikkinchi uyqusidan uyg'ondi. Bugun hozir soat dushanba 2:30 bo'ldi. 2:30 ga barg beraman. Tanacha beryapman. Kecha oxirgi marta, kecha ertalab berganman, shundan keyin berganim yo'q. Kecha uyquga ketdi. Bugun hammasi to'liq uyg'onishini kutib, hammasi to'liq uyg'ongandan keyin barg berishni boshladim. Menga savol bergan ukam, sizga javob yoza olmadim, uzr. Xona haroratingiz agar sovuq bo'lsa ham agar ipak qurtlaringiz yaxshi barg yemaydi. Xonangizni isiting. 21-24 gradus atrofida tursin. 26 gradusgacha chiqarsangiz ham bo'ladi. Sovuqdan ham yaxshi yemaydi. Keyin berayotgan bargingiz dorilanmagan barg berish kerak. Bog'larning yonidan, bedalaga dori sepilgan bo'lsa, shunaqa joylardan barg olishga ehtiyot bo'ling. Bilmagan joyingizdan barg olib bermang, kasallanib qolishi mumkin. Agar kasallansa, tezlik bilan zardo'b sepish kerak bo'ladi. Men o'zim tajribamdan o'tkazmaganman, lekin bu ishni qilganlarni bilaman. Kasallansa tezlik bilan zardo'b sepsa agar yana qaytib tirilib ketib o'ziga keladi. Biza boshqa joyda qanaqa aytiladi bilmadim. Bizada Buxoroda chakkani zardo'bi, ya'ni kifirdan chiqadigan zardo'b, shuni sepsa agar ipak qurtlari yana asliga kelib tirilib ketadi. Dorilangan bo'lgan barg yeganda. Keyin ko'chirganingizdan keyin ham yaxshi barg yemaydi, keyin uyquga ketayotgan payti ham yaxshi barg yemaydi. Mana shularni bilib e'tibor bersangiz agar sizning ham ipak qurtlaringiz yaxshi bo'lib ketib, yaxshi barg yeydi. Zerikmang. Birinchi yil qiynalasiz, 1 yil, 2 yil. Keyin o'rganib ketasiz. Hamma narsa sekinlik bilan, tajribangizni oshirib borsangiz agar siz ham hali zo'r boqadigan tajribali bo'lib ketasiz.